Jo'jalarimizga vaksina qilish boshlandi. Xo'p, yaqinlar bugun jo'jalarimiz 9 kunlik bo'ldi. Bugun chisloyimiz 3-may, soat ertalab 7:30. Jo'jalarimizga 9 kunlik bo'ldi. Vaksinasini berishni boshladik. Bilmaganlar, ko'rmaganlar uchun yana bir qator tayyorlab ko'rsatib o'tib ketamiz. Charchamanglar. Xo'p, yaqinlar Lasota vaksinasi bo'lib, Newcastle kasalligiga qarshi immunitet hosil qiladi. Odatda 5-7 kunlik davrada beriladi. Suvga 10 litr suvga 2000 dozani tayyorlab, aralashtirib berdim, jo'jalarga berdim. Ko'rishlaringiz mumkin, aralashtirib 1 litrdan 3 litrli bankaga 8 tasi quyib berdim. Albatta ko'rsatamiz uchun vaksinalarni berdik. Hop, suvlarga qilib ichyapti mana. Jo'jalarimizni oldin chanqatib olganmiz. 3 soat, 4 soatdan beri suv ichmadi. Shu anasini bilib olishlar uchun tezroq. Orada haydab turamiz, qaydagilar bo'lib olmasin.